Hello YouTube ahli, sizlar bilan men Alexander. Bugungi videoda sizlarga juda ham zo'r setlarni ko'rsatib o'taman. Bu setlarni qayerdan olding deganlar uchun men o'zim bilgan ChatGPT va Gemini nomli sun'iy intellektlardan so'radim. Agar e'tibor bermagan bo'lsangiz, ekraningizni chap yuqori qismida ChatGPT, o'ng yuqori qismida esa Gemini deb yozib qo'yilgan. Bugun ikkalasidan 5 ta setlarni so'raymiz va yozamiz. Va qaysi birini bergan setlari yaxshi bo'lsa, o'shani baholab boramiz. Qanunda birinchi ChatGPTni setidan boshlaylik. Qani ketdik. Mana bu yerdan ko'rib olishingiz mumkin. Ya bo'lmasa mana shu yerda ekranga chiqarib qo'yaman setni montaj paytida. Unda spawn bo'lib olamiz endi. Mana spawn bo'lyapmiz. Va spawn bo'ldik. Wow, bu manzara juda ham chiroyli, ammo kreativ survivalga kirib qo'yibman. Kreativga o'tib olay. Mana kreativdagi ham o'tib oldim va chanklarni eng balandiga qo'ydim, qotyapti. Ko'rishingiz mumkin, birdaniga qotyapti. Tez obzor qilib ketamiz va juda ham zo'r, juda ham chiroyli yerda spawn bo'libman, to'g'risini aytsam. ChatGPTning bergan seti juda ham zo'r ekan. Bu yoqqa borib ko'raylik. Bu yerlar ochilsin, keyin videoni yoqaman. E'tibor bermaysizlar, odam telefon qilib qoldi. Xullas, mana to'g'risini aytsam, juda ham kam nariyoqqa borib keldim. Bu yoqda hech narsa yo'q ekan. Mayli, keyingi setga o'tamiz. Xullas do'stlar, chunki 46 taga qo'ygan edi, Minecraft'im otvardi. Shuning uchun boshqa unday qilmayman. Xullas do'stlar, mana keyingi set ekranga ham chiqarib qo'yaman. Do'stlar, spawn bo'lib oldik. Bu gaming seti. Yaqin atrofda hech narsa yo'q, to'g'risini aytsam. Chunki tushirib qo'ydim 15 taga, endi qotmasligi kerak. Uzoq umuman ko'rinmayapti. To'g'risini aytsam, bunda aniq ChatGPT g'olib bo'ldi. Mana ekran tepasida ChatGPTga 1 ball qo'yib qo'ydim. Gemini esa 0. Xullas, mana ekranga ham chiqarib qo'yaman. Mana spawn bo'ldik do'stlar va yaqin atrofda to'g'risini aytsam hech balo yo'q. Nega ular unaqa setlar beradi? Axir yaxshiroq set bersa bo'lmaydi. ChatGPTni seti bo'lsa, ChatGPT 2023-yil yaratilgan. Ammo bu yerlarda yaxshilab qarab chiqay. To'g'risini aytsam, bu yerda juda ham ko'p izladim, ammo hech narsa topa olmadim. Mana set. Xullas, bu gamersida spawn bo'ldik va bu yerda qishloq bor ekan. Demak, aniq ikkinchi raundda Gemini yutib chiqdi. Yana uzoq aylanib chiqib, yana sizlarga bir gapim bor. Sizlarga bir oy oldin chiqargan imperator aslahani qo'lga kiritdim nomli videoyim yoqqan bo'lsa, men shu videoning tagida 5 ta like yig'ilgan zahoti men o'shanga o'xshash yana boshqa video chiqaraman va bu setni yana aylanib chiqishim zarur. Agar survival qilmoqchi bo'lsangiz, ayni muddo ekan. Chunki juda ham ko'p ovqat bor bu yerda. Bu yerda nechta somon blok, bu yoqda ham, bu yoq ochiq dala, uy qurishga juda ham zo'r yer. Mana bu yerlardan ko'mir juda ham ko'p chiqar ekan. Demak, sizlarga men mana shu setni aniq tavsiya qila olaman. Xullas, keyingi ChatGPT setiga o'tak. Demak, hisob 1-1.
Xullas do'stlar, keyingi set mana bu ekrangizda ham chiqarib qo'yaman. Mabodo e'tibor bersangiz, bu ChatGPTning 3-si edi. Xullas do'stlar, mana spawn ham bo'lib oldik. ChatGPTning 3-si edi. Qor lavasi bilan bir plus beradi. Bu shu yaqin atrofda nimalar bor ekan? İzlab ko'ramiz. O X-ray. Xullas izlab ko'ramiz. Yaqin atrofda mana bu g'or desak bo'lmaydi, bu yog'ini g'or desak bo'ladi. Va oddiygina qishlik biyomi. Ammo to'g'risini aytsam, bu yerda Vardinni uyi aniq bor. Mana shu spawn bo'lgan yering, mana shu yerga pastga qarab kovlasangiz Vardinni uyi aniq chiqadi. Endi Gemini'siga o'ta qoldik. Qani ketdik. Xullas, mana bu Gemini'ning 3-sida bo'ladi. Naq 10 ta yetdi. Mana ekraningizda ham chiqib turadi. Xullas, mana Gemini'ning 3-sida ham spawn bo'lib oldik va atrofni ko'zdan kechirsak, yer juda ham g'alati tekisdoq. Geminiga plus beradi. Bunda ham yerda ham lava lekin xuddi tagida tosh yo'qga o'xshadi hammasi va bu yerda daraxtlar bo'ldi bo'shliq. Shunaqa joy bo'lsa juda ham katta plus beradi ularga. Bu yerda ozroq aylanuvchi qishloq chiqsa, u yutadi Gemini. Siz mana bu manzarani qarang. Qishloq yo'q, ammo manzara chiroyli. Bunaqa biyom. Naq 4 ta biyomni ko'rdim. Demak, o'ylab o'tirmasam, bu yerda aniq 3-bosqichda aniq Gemini yutdi deymiz. Mana unda ChatGPTning 4-siga olg'a. Ana bu ChatGPTning 4-sida ekraningizda ham chiqarib qo'yaman. Qani unda spawn bo'laylik. Boshlaymiz va kutamiz. Mana bu yerda spawn bo'ldik. ChatGPT nimaga rasvo setlarni beryapti? Olib tashlay boshladi. Bu yerda daryo bo'ldi. Faqatgina buni bazza qiling. Qarang. Hop. Mazza. Agar shu haqiqiy hayotda sakrasak, shu yerda bazza qilsa, bu yerda juda ham zo'r sharsharaga o'xshashdek sharshara va yer, xullas bu yerda o'zim ko'rib chiqaman. Mana bunday g'or ham bor ekan, bu yerda esa temir. Xullas ancha aylandim. Menimcha endi Gemini'ni ko'rish vaqti keldi. Qani ketdik. Mana bu Gemini'ning sida ekraningizda ham chiqarib qo'yaman. Xullas, mana spawn ham bo'lib oldik. Xullas, mana shunday obzor qilsak ham bo'ladi. Xullas, tezroq obzor qilish kerak. Endi bu yerlarda deshqor aniq Geminiga plus qilamiz buni. Va o'zim ko'rib chiqaveray do'stlar. Video cho'zilib ketyapti. 2 soatdan oshiq vaqt shu videoni oldim men. Mana yana bir kichik qor va Gemini'ni sida tugadi. Shu bilan menimcha bu safar katta ehtimol bilan Gemini yana g'alaba qozondi deb o'ylayman. Qani ketdik. Mana bu ChatGPTning sida ekraningizda chiqib turibdi. Yana aytgancha bu ChatGPTning eng oxirgisida. Mana yana spawn bo'lib ham oldik. Bu ChatGPT 5-chi va eng so'nggi umidi ham shu desam, umidimga ko'p qo'yganman deganday qilganday bo'ldi.
va bu yerda boshqa hech qanday narsa yo'q. Aylanib ko'ray. To'g'risini aytsam, men 2 daqiqadan beri aylandim, ammo hech qanday narsa topa olmadim. Endi esa gaming inseriga o'tsak, qani ketdik. Xullas, mana gaming insidi. Ekraningizda ham chiqadi. Qani ketdik. Mana gaming 5-sidada ham spawn bo'ldik. Juda ham zo'r o'xshaydi. Va atrofni aylanib olsak. Mana bu 3 ekan blok demoqchi edim. Ham 3000 ekan, kon yaxshi. Pilosona beramiz bor ekan. Misli qurollar kuchayish degani bu. Bu yerda bir tanaga jarlik. Bunaqa yerlar bo'lsa, gaminiga bal bermasa nima ham qilar edim? Hammaydi qanimda. Bu safar ham menimcha gamini g'olib bo'lganga o'xshaydi. Chunki mana bu yer tekis dala degani aniq shart bor degan. Mana bu yerda zo'r ham bor ekan. Va mana bu yerda molni ursak bo'ladi. Xullas, tushundingiz degan umiddaman. Demak, yaqin atrofda aniq qishloq bor. Chunki mana bu yerda oshqa vaqt ko'rdingiz. Xullas, ko'rdingiz, bu safar kim yutdi? Aniq gamini yutdi. Mana gamini ChatGPT'da 4 o'g'il hisobida mag'lub etdi. Gamini tabriklayman deb qo'yaveray. Xayr. Ammo esingizdan chiqmasin, imperator aslahalari degan videoyimga o'xshash video chiqishini xohlasangiz, mana shu videoga 5 dona like bersangiz, men xuddi shu videoni chiqaraman. Hammaga xayr.